Assalomu alaykum hurmatli futbolsevar muxlislar. Mana bugun yana G'uzor 2025-yil 5-may yaxshi mana bu mayda bir xotira turnirlar bo'lib turardi. Mana yana faxriylarimiz tabriklaymiz bularni o'yinlari bilan. Xudo xolasa biz nimani tarafdorimiz? Biz birinchi o'rinda sportni rivojlantirish. Bitta qarsak bo'lsin. Yashangizlar faxriylar. Bugun men o'zim ham o'ynayman. Men o'zim ko'rishlari shart emas, o'yin davomida ko'rib olaverasizlar. Xudo xolasa 78-yillar bilan faxriylar. Faxriylar eng kichigi 73-yil tug'ilgan G'ofur akamiz. Keyingilari Uktam aka Ergashev, Tolib aka Rajabovlar, qolganlari 60 yoshdan yuqori. Bitta qarsak bo'lsin shu otaxonlarga ham. Yashasin. Futbolimizni boshlab olamiz nasib bo'lsa. Katta rahmat 78-yillarga ham bitta qarsak chalib qo'yinglar. Bular ham buva bo'lgan, nevarali bo'lgan. Xudo xolasa futbolimizni boshlab olamiz. Davomchimiz. Berinde. Neçe oldu? Bu nima yoshlar kiryapti? Yoshlar kirmasin da. 70'ten balantı deyilgan. 70'ten balantı deyilgan ya. Evet, kızınızı çiftliğe çıkarın. Topu kim koymasın. Dur, boşlanın. Birinchi tugadi. 4-0. 78'lar tarafta. Ochilinglar, zo'r, yomon emas. Voh, kelyapti yigitlar,